Kimlar O'zbekistonda pensiyaga 10 yil oldin chiqishi mumkin? Assalomu alaykum. Siz Oper.uz kanaldasiz. Dunyodagi va O'zbekistondagi eng qiziq yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilib olishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshlaymiz. Bugun ko'pchilikni qiziqtirayotgan savolga javob beramiz. Kimlar O'zbekistonda pensiyaga 10 yil oldin chiqishi mumkin? Qonunchilikka ko'ra, ayrim fuqarolar og'ir va zararli mehnat sharoitida ishlagani uchun imtiyozli pensiya olish huquqiga ega. Bu toifalarga yer osti konlarida ishlovchilar, o'ta zararli ishlab chiqarish korxonalari xodimlari hamda ayrim maxsus kasb egalari kiradi. Masalan, uzoq yillar davomida sog'liq uchun xavfli bo'lgan sharoitlarda mehnat qilgan shaxslar belgilangan talablarga javob bersa, umumiy pensiya yoshidan 10 yil avval pensiyaga chiqishi mumkin. Biroq, bu huquq avtomatik ravishda berilmaydi. Buning uchun belgilangan mehnat staji va imtiyozli ish staji talablarga javob berishi lozim. Shuning uchun har bir fuqaro o'z mehnat faoliyati va stajini tekshirib borishi muhim hisoblanadi.